Bu videoda men to'g'ri bir versiyasini o'ynab ko'raman va u yoqda nimalar borligini ko'rib chiqaman. O'zim hozir birinchi marta o'ynab ko'rganimga sal chetroqga tushyapman. Videoga chiqarishga shoshilib, shuning uchun umuman o'ynab tekshirib ham ko'rmaganman, shuning uchun mana shu yoqqa tushyapman. Hozircha tashqarida hech kim yo'q, menimcha hamma o'rtada bo'lsa kerak. Otishma ovozlarini eshitaman. Sal ikkinchi hech bo'lsa avtomat olib, keyin boraman o'sha yoqqa. Mana birinchi kiram tayyor. Shundan endi 10 ta 15 ta qilsam videoga zo'r chiqadi. Bashi 8x lar ham bor ekan. Bu yerda ham o'tgan sezonga o'xshab ochadigan narsalar bor ekan. Bu yerda endi o'zini ko'taradigan narsa bo'lardi-yu, bir bola. Nomi oti esimga kelmayapti. O'sha narsa chiqarmikan? Yo'q, shu bitta narsa berib qo'yadimi? Ayo, mana endi boshlamayotgan ekan. Mana endi yangi narsalarni ham sinab ko'rsa bo'ladi. Hozir nimalar bor ekan. Birinchi menmi xushlikdan boshlamoqchiman, qanaqadir. Nima bu, nima qilib beradi? Nimadir chaqirsa kerak anu. Cho'ta hech nima chaqirmadi-yu, nimadir yo'q paydo bo'ldimi? Yo'q, hech nima paydo bo'lgani ham yo'q. Men o'yladim, o'tgan safar bitta sezonda buni qo'ng'iroqchani chalsa tuya paydo bo'lardi-yu. Bu sezonda anaqa bo'lsa kerak deb o'yladim. Pingvin kelsa kerak deb o'yladim. Mana otayotgan narsa hech nima qilmas ekan. Lekin u mana buni muz yursa bo'lar ekan, shunaqa ekanmi? Mana yana qanaqadir granatda bor ekan, buni ham bitta otib ko'rmoqchiman. Yo, nima bu? Ichyaptimi buni? Ichyapti. Nimadir yozuv chiqdi. Yo, hozircha hech nimani bilmayapman. Nimadir sezilmayapti. Yo, qo'limda nimadir lekin yonyapti agar ko'rayotgan bo'lsanglar. Men avtomat otganini ham ko'ryapsa, avtomat seza olar ekan, tez yasharkansizlar buni ichsanglar. Xullas, men bir ikkita yangi qo'shilgan narsalarni tashlab yubordim, chunki ular menga kerak emas deb o'yladim. Baribir qanaqadir foydasi tegmayapti, ekrani ham to'ldirib turibdi. Hozir men pistoletni olib ko'rib, otib ko'rmoqchiman. Mana lekin nima qilyapti? Men tortib ketyaptimi? Uchirar ekanman pistolet. O'qini olmadimi? Yo, bitta o'qni unda vaqti to'lib uchirarmi ekan? Hozir endi 7 sekundmi deb aniq qilyapti. 7 sekunddan keyin yana bitta otib ko'raman. Lekin ko'taruvchi qanaqadir boshqacha ekan, bir xuddi og'ir narsani ko'tarib yurgandek. Ha, chiroyli animatsiya bilan yuribdi. Qani bitta otib ko'raman. Buni hozir o'q tugadimi? Bitta otarmidi? Bo'ldi, boshqa otmayapti ham, uchirmayapti ham. Tashlab yuboraman, unda kerak emas menga. O'zi ishonasizlar, hozir 1x bilan 3x olishga shoppingga ketayotgandim. Mashinadan chiqib qolganini. Shu payti esimda yo'q, xayol surib turmadim, kimdir otsa ham popkaga qarab turganman. O'zi ikkilosi ham bot ekan, tag'am otishiga balo bormi? Bu mehribon botmi deyman, o'zi o'lib ketsam sherigini ko'tarar ekan.
Yo'q, lekin kerakli narsalari ham yo'q ekan. Sekin aptechkani urib ketaveraman. Meni kimga otyapti? Yo'q, bittasi bor ekan aytdi uzoqroqda. Sekin hidiga poyli yaramas killa chopdi. Hidiga ham beruvdim. Ota bobolarimizni bitta magizda 40 ga bo'lib yeganda biz ham bitta lutda 2 ga bo'lamiz. Ey jinna qaqa olib ketyapsan? La ты крыса. Mayli, o'zimga hozir boshqasini o'ldirib lutini olib olaman. Jamoam emas. Ana bitta hit tayyor. Hozir ichida AVM bo'lsa-ya. O'ylaganimda hech nima yo'q. Xullas biz kartadan ko'rib kelyapmiz. Mana bu yerda qanaqadir hayvon nima rasmi ko'rsatilgan ekan kartada, o'shanga qarab kelyapmiz. Hozir endi nima borligini men ham bilmayman. Bu nima qiladi? Bu portalmi? Ichidan o'tsa mana hayvon bor ekan. Lekin kartada ham xuddi shu hayvonni ko'rsatilgandi. Otib tashlasam narsa berarmikan? Bu Harry Potter tayog'imi olganmi? Normal narsa berar ekan. Hozircha yaxshi. Yo'q, lekin bu berayotgan narsani menga keragi yo'q. Bir normalniroq narsa ber. Bizning yonimizda otishma bo'lyapti yoki bizga otishyapti, men bilmayapman. Bo'ldi, orqamda ekan. Mana, ko'rasizlarmi? Kelosini ham yo'q u. Sen shunaqa muzinda yuravergan, men bu yerda kill qilyapman. 8 ta kill bo'pti. Men ikkalosini o'ldirsam 10 ta bo'ladi. Boya ham xuddi aytgan 10 ta yoki 15 ta bo'lsa zo'r bo'lardi degandim. Qarab turinglar, skavrotkaliman. Skavrotkaladim. Nice. Butdan xushte chalib shopping chaqirsa bo'ladimi? O'zim menga bir ikkita kerakli narsalarni sotib olmoqchi edim. Chaqirasiz, vaqtida keldi. Mana men o'zimga haydovchi yo'lladim va o'sha zahoti bo'shatdim. Jaddanga shofyor ekan. Mana kimdir mashinasi bor, demak mana shu yaqin atrofda kimdir bo'lish kerak taxminim bo'yicha. Mana xuddi men aytganimdek, mana shu yerda odam bor ekan. To'xtaymiz, sekin chopib boramiz. Mana o'sha bitta hit tamomsan. Awesome. Mana sherigim ham olovli granata otib turar ekan. O'zi bot bo'lsa, men qutqarib yurgan bo'lsam, mana 6x ham nima qilaman? UMPga ham 416 ga ham to'g'ri kelmaydi. Nima faqat bumi muzda yuradigan. Mana ham shunaqa qila olaman. Mana shu drop yonida kimdir bor-da, lekin sherigimiz bo'lganiga bemalol boryapman. U ham pishdi. Mayli, endi tashlab ketmayman, sekin qutqarib yuborishim kerak. Sen ham ketib qolurma, ikkinchi. Ikkinchi mikrofon yoqolmas-ku.
Help me. Help, 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 help. Bu nima baloda ota? Hindmi bu? Thank you, thank you. Mashinada kimdir kelyapti ikkinchi qari. Ekani mikrofon yoqmas u. Ikkita edi-da, bo'lmasam qidiga berib tashlayotgandim. Yo, ikkinchi yoq fordi, barakalla. 3 yana emeladi. Bot ekanman shu o'zi. Saad. Nima bola boqchi bolasini qo'liga telefon berib qo'yishganmi, deyman. Number 2 help me. Thank you, thank you, thank you, thank Marked you. a location. المشكلة كده شوية. يلا. Qarab turaylik, mashina pritsel uraman. لازم نقتل نقول ايش الكلام بسرعة لازم المكان Chiqmayapti-da, kutib turaveradi. Xuddi bir zo'rga o'xshamda anaqa qoryapti. Ikkinchi ham emelab qopti. 3 qutqararmikan endi? Yo, o'zi ham hozir emelab yuboradimi? والله يرمي كله Qani, bu ikkinchi qatda emelagan. Voy, men oldinga chiqib ketibdi bu jinni. Hozir borardi, meni kutib turayotgan, meni ham o'ldirib yuboradi deb kim o'tyapti? Endi точно bora olmayman. Tavak o'ldim. Kutganimda 3 ta ham video yo'q edi. Agar video yoqqan bo'lsa, shu videoga like bosib qolishingizni so'rardim, chunki men rosa buni tayyorlash uchun ko'p montaj qildim, keyin tezroq chiqarish uchun harakat qildim. Umuman tekshirib ko'rib, o'ynab olib, kirib o'tirmadim, shartda kirib boshlab ketdim. Shuning uchun o'zim ham uncha narsani bilmadim, lekin shunga qaramay yaxshi o'ynadim deb o'ylayman. Shuning uchun like-larni ayamaysiz degan umiddaman.